Vaqt o'tgan sari Temujin ulg'ayadi. Ham aqlan, ham jismonan kuchayadi. Chunki dasht hayoti bu kuniga 24 soat crossfit bilan shug'ullanish degani. 15 yoshida Temujinni Techiyut qabilasi asirga oladi. Biz azoblash xizmatidanmiz. Nima? Menga hozir Instagramdan bo'lmag'ur reelslarni majburlab ko'rsatasizlarmi? Yo'q. O'rta asrlarda azoblash xizmati bu darajada shafqatsiz bo'lmagan. Lekin bunaqa aksessuarlar Temujinga yarashmasdi. Yosh bo'lishiga qaramay, networking va diplomatiyadan xabari bor Temujin qo'riqchilardan biri bilan do'stlashadi va tez orada asirlikdan qochishga muvaffaq bo'ladi. 15 yoshli Temujin dushmanlariga qasoskor John Wickning mo'g'ulcha versiyasini ko'rsatib qo'yadi. Qolganlarga maslahat: kelajakda dunyoni zabt eta oladigan bolani hech qachon asirga olmang. Bu sog'lig'ingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Temujin o'z oilasi bag'riga qaytadi. Endi yashirinib emas, balki qolgan kichik qabilalar bilan ittifoq tuzib yashashni boshlaydi. Jismoniy kuch ishlatishdan ko'ra diplomatik yo'l bilan yanada ko'proq kuchga ega bo'ladi. Qarang-a, 12-asrda Temujinning aqli yetgan narsaga 21-asrda ko'cha bolalarning aqli yetmayapti. Namaz Allohni eslatish kerak. Bora tashla. Ko'cha bo'ladi. Temujin, endiginasini maqtab turuvdim-a. Mani yumshatish uchun biror sababing bormi o'zi? Bordi. Bir necha yil oldin unashtirilgan qalb bir-birini topadi. O'sham. Men o'sha. Voy, hozir yig'lab yuboraman. Lekin birorta ham sevgi qissasi. G'aratni bugun anaqasiga ukasini to'yiga birashgan to'yiga biza qursamiz. Xullas, birorta ham sevgi qissasi dramasiz o'tmaganidek, Borteni yana boshqa bir dushman, Merkitlar qabilasi o'g'irlab ketadi. Endi chimildiq hayotiga ko'nikayotgan Temujin g'azabda. Tushunsa bo'ladi. Kimdan yordam so'rashini bilmay, telefondagi kontaktlarini birma-bir ko'rib chiqadi va bolalikdagi do'sti Jamuhaga qo'ng'iroq qiladi. Hayot bizni sinovga tashladi. Alo, eshitaman. Alo, bro, yordaming kerak. Bro kodeksi faullashtiriladi va ikki do'st birlashib, Borteni Merkitlar qabilasi qo'lidan ozod qilishadi. Temujin uchun bu nafaqat shaxsiy, balki siyosiy g'alaba ham edi. U qo'shin yig'ib, ularni jangga tayyorlab, g'alaba qozona olishini isbotladi. Endi u shunchaki qasosga chanqoq bola emas edi. Askarlar orasida Temujinning obro'si oshib bordi. Bu yigit sevgisi uchun dushman qabilasiga bostirib kirdi-ya. Jasur va mard sarkarda ekan. To'g'ri aytasan. Masalan, sen sevging uchun qanday kurashgansan? Ummonni qo'shig'ini eshitib azoblanib yurganman. Temujinning ishlari 5. Rafiqasi yonida urush tajribasi bor, uning obro'si va sodiq askarlar soni tobora o'sib bormoqda. Lekin hech bir epik hikoya sening eng yaqin do'sting sening dushmaningga aylanmagunicha tugamaydi. Shu yigitlarni 5 daqiqaga ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi-ya. Birochilikka qaramay, ularning yo'llari boshqa. Temujin aqlli va strategik sarkarda. Dashtdagi eski aristokratik qoidalarga tupurgan. Askarlarni zoti-yu ota-bobosiga qarab emas, qobiliyatiga qarab tegishli lavozimga tayinlar edi. Demak, sening qarindoshing bo'lmasam ham katta lavozimlarda xizmat qila olaman, shundaymi? Ha, albatta. Menga sodiq bo'lsang bas. Aks holda senatlarga yem qilaman. 12-asr uchun normal holat, hurmatli obunachilar. Jamuhachi, u eski maktab vakili, konservator va sal ichqora. Mo'g'ulistonni faqat zodagonlar klubi deb hisoblaydi. Mana qara, jangchilarim soni 10 dan oshdi. Sendachi, 3 ta echki, 2 ta qo'ydan boshqa nima bor?
Hashtag men liderman. Menda reja bor. Yagona Mo'g'uliston, yagona qonun va barcha uchun tekin Wi-Fi. Ikkita qo'yning kallasi bitta qozonda qaynamasligini anglagan birodarlar ichki fuqarolik urushiga start berishadi. Bir tomonda Temujin, ikkinchi tomonda Jamuxa. Ular o'rtasida juda ham dahshatli jang bo'lib o'tadi. Don Ziki. Don Ziki. Jamuxa yengildi. U qo'lga olindi. Endi nima bo'larkan? Temujinni tiriklayin qaynatsa kerak-ku. Menimcha otlarga yem qilsa kerak. Yigitlar, fantaziyalaringizga nima bo'lgan? Yo'q, aksincha, Temujin unga rahm qildi. Kel, avvalgidek do'st bo'laylik. Yo'q, osmonda ikki quyosh bo'lmas, sahroda esa ikki xon. Auf обращение. Voy, o'zingni bo'z Shekspir. Meni qiynatmasdan tinchgina o'ldir, do'stim. Xavotir olma, do'stim. So'nggi manzilga o'zbek kinolarini tomosha qilib ketasan. Sen va odamsan, Temujin. Bu urush Mo'g'ul qabilalari tarixida katta burilish yasaydi. Tarqoq qabilalar Temujinga kelib qo'shilishni boshlaydi. Ayrimlari qo'rqqanidan, ayrimlari hurmat qilganidan. Aytgancha, shu orada Temujin tarix sahifalaridan qariyb 10 yilga yo'qoladi. Ayrim tarixchi olimlarning yozishicha, u xitoyliklar tomonidan asirga olinadi va 7 yilga qamaladi. Yigit o'ldira so'ya qamallar chiqar. Yakkavoq nomer atin